siz bilgan diskriminant mashhur formulamizni isboti. Demak, bu ifodamizni a xatga bo'lib yuboramiz, ya'ni birinchi koeffitsiyentga x kvadrat plus b taqsim x plus c taqsim a teng 0 ko'rinishga keladi. Va bu ifodamizda to'la kvadrat shakliga kelish uchun bu ikkala qismga to'ldiruvchi beramiz. Ya'ni o'zimizdan b kvadrat taqsim 4 a kvadratni qo'shamiz va bitta ayirib qo'yamiz. Shundan keyin bizda c taqsim a teng 0 ligi va bu ikkalasi birgalikda qisqa ko'paytirish formulasi bo'yicha x plus b taqsim 2a ning qaus kvadratini beradi va qolgan ikkinchi qismini ikkinchi tomonga o'tkazamiz. Shunda b kvadrat taqsim 4a kvadrat minus c taqsim a bo'ladi. Va kvadrat buni ildizga oladi. X plus b taqsim 2a teng plus minus ildiz osti. Demak, ildiz ostiga umumiy maxraj beradigan bo'lsak 4a kvadrat bo'ladi va bunga 4a yetmaydi. Shunda b kvadrat minus 4ac bo'ladi. Bu qismni ham ikkinchi tomonga o'tkazib oladigan bo'lsak minus b taqsim 2a plus minus maxrajdan 2a chiqadi. Tepa qismini ildiz ostiga yozadigan bo'lsak va buni birlashtirib umumiy ko'rinishga keltirsak, biz bilgan mashhur formula minus b plus minus ildiz osti b kvadrat minus 4ac taqsim 2a shaklidagi biz bilgan mashhur formulaning isboti.